Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, yaxshimisizlar? Ana yo'lda kelyotgandim. Bir qanaqadir katta texnikadan qaranglar qanaqa narsa tushgan. Shuncha mashina to'xtamay o'tib ketyapti. Lekin kimdir tezroq kelib qolsa, men bu narsani ustidan yumalab ketishi mumkin-da. Sizlarga ko'rsataman. Men bu yo'l 110lik trassa. 110lik trassada shunaqangi holat bo'lgan. Men zadniga qaytib olyapman. Mana yo'lning o'rtasida yotgan narsani ko'ryapsizlarmi? Yo'lning o'rtasiga mana shu narsa tushib qolgan. O'ng bilan. Mana yo'lning o'rtasida o'ng bilan. Qaranglar qanaqa holat bo'lyapti. Mana balon tushib qolgan. Shuncha texnika o'tib ketyapti. Haydanglar o'ng bilan. Mana shu narsa mashinani og'darib yuborishgacha boradi-da, bilasizlarmi? Mana shu narsa mashinani og'darib yuborishi mumkin. Lekin biz o'zbekmiz. Hamisha o'zbekligimizni bildiramiz. Buni olamiz. Mana shu narsa yo'lning o'rtasida qolgan ekan. Ana. Olib tashlaymiz yo'lni girdiga. Men bu katta trassa, 110lik trassa. Men o'zbekman, alhamdulillah o'zbekligimga boraman. Qaranglar, mana shu yerda turibdi. Tez kelib qolgan mashinasini og'darib yuborishi mumkin-da. O'shaning uchun har doim o'zbekligini qiladi. Sizlarning legendalaring mana. Chunki o'zbeklarda bir gap bor-ku, tez kelyaptim, 100-120 kelayotgan joyimda ko'rib qoldim shunday yo'lning o'rtasida. Başta 500-600 metr o'tib ketib to'xtab, chetga olib tashladim. O'sha yerdan o'tgan o'zbek shofyor akalarimiz, tojik akalarimiz, qirg'iz akalarimiz duo qilib qo'yadi, ko'rdi baribir. Hammasi signal berdi, ko'rdi, holatni o'rgandi. Yo'lda shunaqa narsa ko'rsalaring, olib tashlanglar, katta savobi tegadi. Sog' bo'lasizlar.